Qizimni yana bir orzusini amalga oshirdim. Safiya anchadan beri jismoniy tarafdan cheklangan va qiyinchilik bilan harakat qiladigan bolalarni ko'rishni xohlardi. Va biz bugun Respublika bolalar ijtimoiy moslashuv markaziga keldik. Bu yerda bolalar odatdagidan boshqacharoq. Ularning nigohida butun bir olam yashiringan. Kimdir so'z bilan his-tuyg'ularni ifoda eta olmaydi. Kimdir mustaqil yurishni orzu qiladi. Yana kimdir atrofni o'ziga xos tarzda his qiladi. Lekin ularning har biri o'ziga xos, betakror va cheksiz mehrga loyiq. Respublika bolalar ijtimoiy moslashuv markazi bu nafaqat davo, balki umid maskani. Bu yerda bolalar o'z imkoniyatlarini kengaytiradi. Kichik yutuqlardan katta g'alabalarga yetib boradi va eng muhimi, ular yolg'iz emas. Chunki ularning yonida sabr, mehr va muhabbat bilan yo'l ko'rsatuvchi insonlar bor. Har bir kichik qadam katta marralarga yetaklaydi. Har bir yangi harakat hayotga ishonch bag'ishlaydi. Har bir mehr bilan aytilgan so'z qalblarni iliq qiladi. Agar siz ham bu bolajonlarga mehr ulashishni istasangiz, ularni tushuning, qo'llab-quvvatlang va eng muhimi, ularning dunyosiga hurmat bilan yondashing. Chunki mehr va e'tibor ular uchun eng katta davo. Qizlar, bu markaz bolalarni butun respublika bo'ylab qabul qiladi. Agar sizni oilangizda alohida ehtiyojli farzandlar bo'lsa, bu yerga kelsanglar, sizlarni muolajalaringlarni tekinga qilib berishadi. Faqat очередьga turish kerak bo'ladi. Masalan, shu basseyn ham Toshkentdagi yagona basseyn hisoblanadi. Ko'rib turganinglardek, buni temperaturasini qanaqadir boshqacha tarzda ushlab turishadi va har bir metrini chuqurligi har xil bo'ladi. Hattoki basseynda mushaklari bilan muammosi bor bolalar uchun lift ham o'rnatilgan, ularni harakatga keltirish uchun.